O'zing shirin so'zligin, oydan go'zal yuzligin, nigohlari yoqimli, sensan shahlo ko'zligin. Osmonim yulduzisan, tunlarim kunduzisan, elni yerga qizisan. Guli lola, lola lola lolasan, hayoli qiz bolasan, ko'z ichida bir qarab, nigohimda qolasan. Guli lola lolasan, hayolimni olasan, yuragimni yondirib, yana jim uyalasan. Lola lolasan, hayoli qiz bolasan, ko'z ichida bir qarab, nigohimda qolasan. Guli lola lolasan, hayolimni olasan, yuragimni yondirib, yana jim uyalasan. Lola lola lolasan, hayoli qiz bolasan, ko'z ichida bir qarab, nigohimda qolasan. Guli lola lolasan, hayolimni olasan, yuragimni yondirib, yana jim uyalasan. Bruklin shahrida yaqin kunlarda Faridun va Dilnozaxonlarning baxt to'ylari bo'lib o'tdi. Biz ijodkorlar shu to'y bilan ularni muborakbod etamiz. Garchi man Layli asosan, dilcha Majnun dar havost, sarba sahro meyzanam, lek hayo zanjiri post. Bulbuldi az shogirdiyam, shud hamishin gul babo, dar muhabbat komilam, parvona ham shogirdi most. Chamanlarning muattar havosini maqtamang, yo hayotning omonat safosini maqtamang. Axir ne bor dunyoda yor vaslidan ziyoda, ayting ne bor dunyoda yor vaslidan ziyoda. Chamanlarni muattar havosini maqtamang, yo hayotni omonat safosini maqtamang. Ayting ne bor dunyoda yor vaslidan
vaslidan ziyoda, axir ne bor dunyoda, yor vaslidan ziyoda. Ayting ne bor dunyoda, yor vaslidan ziyoda. Tabriklaymiz, qutlaymiz dasturimizni yakunlar ekanmiz. Sizlarning tilak va talablaringizni veb sahifalarimizda kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling. Yaqinda yurtimizdan juda ko'p san'atkorlar tashrif buyurib, konsertlar uyushtirishdi. Shu jumladan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, so'z ustasi Obid Asomov ham muxlislarini quvontirish uchun Amerikaga keldi. Hozir shunchaki hazil ko'rsatuvimizning mehmoni Obidjon Asomov. Marhamat. Hammanglarni qo'linglarda telefon bor. Hozir moda bo'ldi. O'zbekistonda telefoni yo'q, odam yo'q. Har kimning cho'nchagida 2-3 telefoni bor. Beqasam. Ayollarimiz mana sizlarda ham bo'lsa kerak telefon. Rost hamma yoqda bir xil chiqadi, xudoga shukr. Aytaman xotinimga, nima qilasan telefon? Uyda o'tirasan. Faloncha kammi xotinida bor bu telefon. Mana qayerim kam. Yo'q, uyda 3 telefon bor. Yetadi, uy telefon. Yo'q, unga chip telefon kerak. Yana qimmat kerak. Nokia'ning oxirgi modeli. Rossiyadan 2 telefon kompaniyasi O'zbekistonga kelib ish boshladi. Men aytdim, nimaga? Shunaqa yaxshi pul topyapmiz deydi O'zbekistonda. Aytdim, nima qilib pul topyapsiz? Sizlarning ayollaringlar, o'zbek ayollari bizga juda ham yordam beryapti deydi. Qanaqa qilsa o'zbek ayollari yordam beradi? Endi bir oyog'im Rossiyada. Rossiyaning ayollari telefonda juda tez gaplashadi. Sababi uni pulini o'zi to'laydi-da, eri to'lamaydi, o'zi. Bu yerda ro'zg'or alohida. Birga yotib, birga uxlab, birga bola tug'ilsa ham, lekin ro'zg'or alohida. Xotin o'zi uchun o'zi to'laydi, er o'zi uchun o'zi o'xshab, xotin uchun, qiz uchun, bola uchun to'lamaydi. Masalan, sizga ko'rsatib beraman. Rus ayoli Rossiyada telefon apparat pul yozishga ulgurmaydi. Endi bizni Toshkentlik o'zbek ayoli shu jip telefonda qanaqa gaplashadi? Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bolalaringiz yaxshimi? Yaxshi yuribsizlarmi? Charchamasdan, uylar tinchmi? Sog' salomat, qiynalmayapsizlarmi? Ish qilib, o'zinglar yaxshimisizlar? Voy, bahori cho'zilib ketganini qarang, hali ham yomg'ir tinmadi-ya. O'lsin, yoz keldi-ya, hali ham yomg'ir yog'yapti-ya. 2 marta hovlimizga suv toshdi. O'zinglar tinchmisizlar? Qishlarda yaxshi chiqyaptigan ish qilib. Hali u yoq tarafdan bir og'iz so'z kelgani yo'q. U yoq taraf gapirish uchun bu yoq taraf o'tish kerak. Bu yoq taraf to'xtamayapti-da. O'zinglar yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Xo'jayingiz yaxshimi? Qaynatangiz, qaynanangiz, qaynbo'yingiz yaxshimi? Qaynag'alaringiz yaxshimi? Qaynisingiz yaxshimi? O'zingiz tinchmisiz? Kichkina o'g'lingizning 3-qizini, yon qo'shnisini 2-jiyani sari kasal bo'lib qoldi. Shu qizarib qoldimi? Alo. Nargizaxonim kimmi? Alo. Men kim bilan gaplashayapman?